Soğuq bileyzik. Nahayet şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar görüp tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuq bileyzik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuq bileyzik. 16. qism. Biz Chiangjiang yo'lidagi Abdunum rayonlik saqchi idorasining oldiga kelgandan keyin u yerda meni turmada so'roq qilgan 3 Uyg'ur saqchi saqlab turibdi. Ularning bir xotanlik, ikkisi urumchilik bolalar edi. Bular men bilan xuddi koni do'stlardek ko'rishib, muborak bo'lsin, oxiri chiqib olding deyishdi. Heliqa og'inam, "Emis shundoq bo'lsin, men ketdim. Boshqa ishlarni bu do'stlarim o'rinlashtirdi" deb qo'yib ketib qoldi. Ular meni Maykulub tarafga boradigan ko'chaga elib mangdi. Ya'ni burun u ko'chada kechlik bozor bo'ladi. Shu ko'chaning ichiga joylashgan Qashqar mehmonxonasiga elib bordi. Ularning tayyor elib qo'ygan yotqi bor ekan. Biz u yerga borgandan keyin, "Sen bu yerda dam olgin. Sana bu bola telefon va tomoq kelib berdi" deb qo'yib chiqib ketdi. Birozdan keyin u bola kavob va non va bir dona telefon kelibdi. U, "Mana bularni yegan, telefonni ishlatgan, lekin hech kimga bu yerda ekanligini dema" dedi. Men ma'qul deb tomoqni yeb, aram xudo toza uxlabdiman. Shu kunlarda menda faqat chekish bilan to'lgan g'arib bir yurak qolgan edi. Chunki suvda turgan vaqtda putimga sovuq o'tib ketganmi, yeliklarim og'riydi va putlarim yara bo'lib ketgandi. Oqsab mang'atdim. 2 minut o'ri tursam yiqilib tushgidek ojiz edim. Men birinchi kun u saqchi bilan birga bir yotoqda yotdim. Atis etiganda u saqchi, "Bundan keyin tomoqni o'zing chiqib yegan. Ish bo'lsa telefon qil" deb telefon nomerini va ozroq pul berib qo'yib ketib qoldi. Men shu mehmonxonada bir hafta atrofida turdim. Bu jarayonda o'zim yolg'iz oshxonaga berib tomoq yedim. Telefonda o'yin o'ynab o'ltirdim. Bir kun ular bir qo'l kompyuter ilib kelib, "Bu bekor ishiltib turg'in" deydi. Men uningga, "Qachon ketaman? Qani u meni so'roq qilgan odam" desam, ular kulib qo'yib, "Seni bir kim so'roq qilmaydi. Faqat boshliq sening yarang saqaygacha turib tursin, andin uyga ketsin" deydi. Bu vaqtda heliqi deyishgan 30 ming koy pulni akam ekib berib bo'lgan edi. Men kompyuter ekilib bergan kuni tushdan keyin yeyiga kirib, yana tabliğ oldim. Taxminan 1 soat o'tgandan keyin heliqi so'roqchi go'ylar eshikni o'zlari ichib kirib, "Nima qilyapsan?" deb meni urib ketdi. Ular, "Bu odam bo'lmaydigan go'y" deb qo'limni bog'lab yomonlik taqsoqxonasiga apardi. Asli heliqi Qashqar mehmonxonasi alayda turmi ekan. Birinchi qavatdagi ishlaydigan Xitoy tataylarning hammasi saqchi ekan. Yotoqning 4-chi qavati odam yotqizib kuzatadigan o'rin ekan. Yotoqlarda kamera bor ekan. Ular meni saqchixonaga apargandan keyin men u yerda qattiq urdi. Ondan haqiqiy to'mir qapasga solab qo'ydi. Buni sizga aydan tasvirlab beray. Bir tal qop-qora to'mir o'rindiq. O'rindiqning oldi tamiga qartilgan. O'ng va sol tarafi o'rindiqqa tegib turadigan rishatkaliq to'mir tam. Oldi tarafimi to'mir rishatkaliq tam. Keyni taraf bu qapasga kirish ishki. Ishik o'rindiq bilan birga ichildi ekan. O'rindiqda o'ltirganda obdanli engishib o'ltirish kerak. Chunki usti taraf ham rishatkaliq to'mir tam. O'rindiq bo'yon, bel, yota, bilek, barmoqlarga silinadigan ko'zlar bilan yasalgan bo'lib, tok chetig'liq ekan. Ular meni buningda o'ltirg'izdi. Men endi haqiqiy turmga kirgan edim. Men bu o'rindiqda kecha o'ltirdim. Bu ilgirki yegan tayoqlardan nechasi ig'ir qiynash edi. Yan tarafda so'roq uyi bor ekan. Ovozlar aniq anglanib turadi. Yerim kech bo'lganda bir necha qizlarni nihoyat satgaplarni qilib so'roq qilishga boshladi. Bu qizlar madrasada o'qigan ekan. Bularni o'qiyotgan madrasadan tutib kelibdi. Ular texi aran 17 yoshli qizlar ekan. O hayvonlar salaki mangni deydi, tillaydi, qasqas ovozlar chiqaradi. Urgan tayoqdan bichora singillar qirqir chiqiraydi. Yurkim par bo'lib ketdi. O'zimning azobi unutilib ketdi. Ko'zlarimdan yoshlarim zodi to'xtamadi. Kafirga bo'lgan uchmanlikim qadamma-qadam ishib beryotdi. İlgirki hicret qildigan maqsadim endi haqiqiy mukammallashgan edi. Bichora qizlarni toki tang'atqucha mushundoq so'roq qildi. O'zim tayoq yeb buncha yurkim og'irmagan, lekin boshqalarning tayoq yeginiga qarab turish to'limi azobli ekan. Soat 7lar bo'lganda bir qo'pol ovozli bir badbaxtning "Ma qancha qo'shidin ketdi, ustiga kiyimni tashlab qo'y" degan ovozi meni titirtib etdi. "Xat to'xtab tur" deydim ichimda.
Keyin bu yer jimib qoldi. Balkim soat 9lar bo'lganda keynimda bir necha odam gap qildi va yig'i ovoz anglandi. Kimligini bilamsiz? Dadam ekan. Men umrimda dadamning yig'lab baqqanini yoki bir qitim og'rib qolganini bilmaydim. Mening bu holimga soqchilar dadamni boshlab keldi. Dadam meni ko'rib gap qilishga qodir bo'la olmadi. Faqat yig'ilgan ovozdan dadamni tonidim va hiliqi badbaxtlar "Mana dadang keldi, odam bo'lmaydigan go'y" dedi. Men hatto dada deyishga qodir bo'la olmadim. Hatto nafas ololmay qoldim. Bekli yurkim og'ridi. Mening bu holim bekli yomon edi. Bechora dadam men uchun ko'p azob tortdi. Ey Rabbim, ota-onamga rahim qilgin. Amin. Mushu izilgan qalbingiz bilan dadam uchun qo'llaringizni ko'tarib amin deb qo'ying. Ey suyimli to'rdosh do'stim. Ular dadamni ilib chiqib ketdi. Men yolg'iz qoldim. Endi men hurkirab yig'layotdim. Toza yig'ladim. Men dadam uchun yig'layotdim. Dadam mening bu holimni qandoq unutib ketalisin. Shu kuni men tunugun bu o'rindiqqa bog'langan vaqtgacha o'ltirdim. O'ltirgan vaqtim 24 soat bo'lganda men yishib sirtdagi ishxonada o'ltirg'izib tamoq ekilib berdi. Keyin ular menga "Seni ustidagi yotoqqa olib chiqib qo'yay. Bugun u yotoqda turib tur. Dadangning yuzini qilib seni boshliq qo'yib o'tadigan bo'ldi. Ati uyingga ketsang bo'ladi" dedi. Men shu kuni oqshimi soqchixonaning soqchilar yotiqida qo'lim ko'yiz bilan karvatga bog'lag'li qoldi yotdim. Atis etiganda meni soqchilarning guruhi boshliqining ishxonasiga ilib keldi. Men birdam o'ltirgandan keyin ular sirtqa mang'ach, "Sen bu yerda turib tur, kimligingni ekilib beray. Andin uyingga ketgan. Men kelgicha ishxonada midirlamay o'ltirib tur" dedi. Men yolg'iz ishxonada o'ltiraverdim. Hech kim kelmadi. Tushdan keyin bo'lganda ichim bek pishib ketdi. Ustal ustida ko'p materiallar bor ekan. O'qig'idek bir narsa chiqib qolar deb tizig'liq qog'ozlarni ilib o'qidim. Subhanalloh. Olg'inim nima bilamsiz? Filippindan va Saudiyadan qaytirib kelgan bolalarning arxivlari ekan. Men taxminan 4 odamning arxivini o'qidim. Hammasi hijrat qilib, tutilib qilib qaytarilganlar ekan. Bularni o'qib umidim bekla ochdi. Chunki chet eldan qaytarilib kelganlar bizlar emas ekanmiz. Keyin soat 4lar atrofida boshliq keldi. Bu badbaxt kelib, "Mana kimlik" deb ustalning tartmasidan ilib kimligimni berdi va "Tura endi kessam bo'ladi" dedi. Subhanalloh. Nimaga shuncha saqlatdikina meni? Ha, balkim buningda Allohning bir hikmati bor ekanda deb o'yladim. Men soqchixonadan chiqib uyga mangdim. Yo'lda ketayotgach o'zimning hozirgi ahvoliga ishonmaydim. Tova, men bu qisqagina vaqtda qancha qitim endi o'ldik degan. Mana hozir xotirjam uyga qarab ketyapman. Nimalarni ko'rdim? Dunyoda ajoyib ishlar bor ekan. Ammo hamma ishlar yegana bo'lgan shu buyuk zot Allohning o'rinlashtirishi va tadbiri bilan bo'ladi ekan deb ketyaptim. Bu safarda bizga kelgan musibat va musibatli kunlardagi Alloh tarafdan bo'lgan yordam, har qitim endi biz o'ldik deganda hayron qolarlik nijotlik elchilari o'tkazgan hijratdagi hayot ko'z oldimdan bir-birlab o'tyapti. Ammo men rostlanla azod bo'ldim. Haliqi ikki do'stimmo o'z yurtlarida azob bo'pti. Men azroq davolanishim kerak edi. Shu kuniki rasmimni bir do'stim saqlab qo'yibdi ekan. Shu rasmga qarasam ko'nglim yerim bo'lib, ko'zlarim kontrolligini yo'qtidi. U rasmda beshimda choch yo'q, ko'zlarim o'ltirishib ketgan, chiroyimda ko'p azob chekkichining simasi ko'rinib turadi. Endi men sizga o'zimni aniq bilmayotgan va nurg'un qitim boshqalar tarafidan zodi qaysi birinchisi deyilgan qiziqarli nikoh ishimni so'zlab beray. Chunki bular keyin qiladigan hijratimdagi muhim shaxslar edi. Men turmadan chiqib, balkim bir oy o'tkicha hech kim bilan aloqa qilmadim. Bu jarayonda ayolim men bilan bildimi yoki opasining uydimi, buni zodi eslayolmadim. Ammo bir oydan keyin ayolim ota-onasining zo'rlashi bilan mendan ajrashmoqchi bo'ldi. Opasi hargiz uy tutishimizga qo'shilmadi. Zodi ajrashib ketishimiz kerakmish. Keyin men ayolimning so'zini berdim. Ya'ni ajrashib ketdik. U uydagi hamma narsani ilib ketib, uyni quruqdab qo'ydi. Orliqimizda faqat to'y xetili qoldi. Men ilgir qilib tugamagan Korildagi qurilish o'rniga ketdim. Bu vaqtda qurilish ishi asosan tugab bo'pti ekan. Mening Urumchiga qaytib kelgim kelmadi. Bir mezgil Korilda turib qoldim. Bu jarayonda nurg'un yangi qarindoshlar meni izladi. Men hech birini tonimaydim. Ular hammasi hijrat yo'li izlayotganlar edi. Hatto bir necha ayollarmi meni izladi. Ko'nglim bekmi yerim edi. Ko'p ko'ngil og'riq tortgan edim. Ayolimni yaxshi ko'ratdim. U meni tashlab ketgan edi. Bir kuni bir ayol bilan hijrat to'g'risida paranglashib qoldim. Men bu ayolni tonimaydim. Balkim bu ayol bilan hijrat to'g'risida paranglashib tanishganmi bilmayman. Bir kuni ikki xotinlik bo'lishni yoqtirmaydiganligimni to'liq so'zlab ketdim. Amaliyotda men ikki xotin ilish shaxsiyatchilik, men birli qizni yaxshi ko'rishim kerak. Ayolimni birli kishini yaxshi ko'rish kerak.
Agar mening 2 ayolim bo'lsa, har ikkilisiga vafosizlik qilgan bo'laman. Bu muhabbatlik bir qalbning sig'dira oladigan ishi emas deb biletdim. Astagfirullah, rastı shundoq edi. Men 3 kiretdim. Qarang endi mening holimga. Men hiliq paranglashgan ayol bilan bir kun so'zlashib, menga tegang dedim. U ayol, "Undaqda siz bizning nahiyaga keling. Biz ko'rishib baqayli" dedi. Uning uyi Korinning bir nahiyasi dedi. Men bordim. U qiz meni avtobus bekatida saqlab turibdi. Ya Allah, yana bekat edi. Esingizda bo'lsa, ilgirki ayolim bilan ham bekatda ko'rishgan edim. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو به